Word'da bet 5'i ve bet ayı qıstırış. Biz jurnallar qaraydigan bolsak, betninki ast tarafida bet numeri oldu. Betninki üstü kısmında, yani jurnal betning üstü kısmında jurnalning nomi, qanchinchi son ekanligi qatorliq uchurlar bor. Uningdan boshqa ba'zi kitoblarga qaraydigan bo'lsak, betninki üstü tarafiga, ya'ni betning qishig'a navbatdagi bobninki nomi qatorliq uchurlar yozib qo'yildi. Hamda biz Word'dami shuningga o'xshash bet 5'i ve bet ayını tahrirlayamiz. Yani bet 5'i bet ayıga özümüz xalıgan mazmunlarni, betname deganlarni qistirib ishlatamiz. Bunu biz amaliy misollar orqali ko'rib o'taylik. Masalan, men tayyor bir maqolani yechib oldim. Bu maqolaga mazmun kirgizilib bo'lgan. Lekin bununkida bet 5'i yok. Lekin bet ayıga bet numara kirgizilgan, yani bu qanchinchi bet olsa shu betninki nomi chiqadi. Hamda biz mushuninki nisbatan bet 5 qo'shish mashg'ulot qilib bir baqayli. Bet 5 qo'shish uchun odatda bet 5'ga mouseni qo'shsak, bet 5'i tahrirlash rayini o'zi eshitadi. Yoki bo'lmasa qistirishdan bet 5'i deganni tanlasak bo'ladi. Yani bet 5'ini tanlasam bu yerda har xil tayyor bet 5'i qiliplari ko'rsatildi. Shuning ichidan xohlagan birini tanlasak, betning 5'iga mush xil uslub qatladi. Masalan, bir dona siziq var, ustida 3 o'ringa tekst yozilgan deganga o'xshash. Bu yerga biz tekstimizni xohlagancha tahrirlab yozib bersak bo'ladi. Biz bunu o'xshashla yurinishni o'ngdan so'l qilib olaylik, xat nusxasini uyg'urcha xat nusxasi qilaylik. Hamda buningga o'zimizning tekstini yozaylik. Masalan, buning o'ttirig'a maqolninki ismini yozaylik. Kirgizgichni uyg'urcha o'zgartirib oldik. Chag'atay Uyg'ur tilining elifba tartibi to'g'risida. Bu yerga biz yilni yozib qo'yaylik, 2014. Bu yerga avtorning ismi Ali Erkin deganga o'xshash. Biz bet 5'ini qo'shib bo'ldik. Hamda biz bet 5'dan boshqa xalqqa yerga mouseni 2 qatim cheksak, asli tahrirlash rayini qaytamiz. Bu bet 5'i qistirilib bo'ldi. Bu bet 5'i biz odatda bir betninkilam tahrirlaymiz, boshqalari avtomatik holda o'rta qistirildi. Masalan, men birinchi betni tahrirladim. İkinci betga kelsam, bu mazmun yana o'xshash bor. Yani maqola oxirlashguncha hamma betda bu mazmunlar takror ko'rindi. Endi biz bet ayını tahrirlamoqchi bo'lsak, yana o'xshashlab bet ayını qo'shsak yoki bo'lmasa qistirish tizimligidan bet tigi deyilibdi o yerda. Yani bet ayı. Shuningkin xohlagan bir turini tanlasak bo'ldi. Uningdan boshqa bet ayıga ko'pincha bet numara qistiramiz. Bu vaqtda biz yana o'xshashlab qistirish tizimligidan masalan buningdagi bet numara deganni men o'chirib o'tib turay. Bet numara yo'qolib ketdi. Hamda men qistirmoqchi bo'lsam, qistirish tizimligidan bet numara deganni tanlayman. Bunun içinde bet numarını qistirdigan o'rinni tanlash bo'ldi. Yani bet üstü, yani bet qishig'imi, bet 5'ig'imi yoki bet ostig'imi, yani bet ayıg'iga qistiramsiz deganga o'xshash, yoki kirvakka o'ng so'l deganga o'xshash, yoki mouse qayerda bo'lsa shu yerga qistiramsiz deganga o'xshash. Biz bet osti deganni tanladik. Bunun ichidan
odatda Uyg'urcha betlarga sol tarafga qissak ko'rishga qulayroq bo'ldi. Yani bu xil shaklda yoki xat bilan birga qistiramiz deganga o'xshash. Buni tanlasak betning oyog'iga bet nomeri avtomatik qistirildi. Endi biz bu yerga yana boshqa gaplarni qistirib yozib qo'yish bo'ldi. Masalan, biz knopka taqsini en knopkasini bosib oxiriga kelaylik, ondan Uyg'urcha ninji bet deb yozaylik. Bunun yo'nalishini to'g'rilamabdik, yo'nalishini o'ng tarafga to'g'rilaylik. Yani bu yerda 6 bet degan gap qistirildi. Buni xat nusxasini Uyg'urcha qildik. Buningki bet nomeri avtomatik qo'yiladi. Yani keyniga biz yozib qo'ygan xat chiqadi. Buni qaraydigan bo'lsak, biz 6 betni tahrirladik. Boshqa betlarni olsak, masalan 4-bet, 3-bet deganga o'xshash bet nomerlari avtomatik ko'rindi. Hamda buningki yo'nalishi toza muvofiq bo'lmabdi. Yani biz buni tahrirlasak bo'ldi. Bet 5-chi oldik. Agar bet oyog'iga yo'tkazmoqchi bo'lsak, bu tizimlikdan, yana loyihalash tizimligidan betga berish deganni tanlasak, bu yo'tkildi. Endi bu o'ng bo'lib qolibdi. Biz buni solga kelmoqchi. Bosh bet solga to'g'rilash. Yani 3-bet. Bu bizga qulaylik holatda normal holatda ko'rindi. Yani bet 5 va bet oyog'ini tahrirlash bu shunday bo'ldi. Yani bu yerga o'zimiz xohlagan rasm, boshqa shakl bir narsalarni bet 5 va bet oyog'iga qistirish bo'ldi. Şunun bilan bet 5 va bet oyog'i qistirishga doir mazmunlar tugadi.